Real Madrid ichida portlayotgan xabar. Florentino Perez tarixiy qaror oldida va bu qaror Jude Bellingham uchun yomon yangilik bo'lishi mumkin. Real Madrid Manchester City'ning super yulduzi uchun jahon rekordini buzadigan taklif tayyorlamoqda. Gap Phil Foden haqida. Lekin savol bitta. Agar Foden kelsa, Bellinghamga joy qoladimi? Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan shu mavzuda batafsil gaplashamiz. Davom etishdan oldin, agar Real Madrid ichidagi transfer sirlarini o'tkazib yubormoqchi bo'lmasangiz, hoziroq videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Endi asosiy drama boshlanadi. Real Madrid bu safar yozgi transfer bozoriga mutlaqo boshqacha kiryapti. Bu oddiy transfer oynasi emas, bu qayta qurish. Muvaffaqiyatsiz mavsumdan keyin Florentino Perez Galacticos 2.0 loyihasini ishga tushirmoqchi. Va bu loyihaning markazida bitta ism turibdi: Phil Foden. Manbalarga ko'ra, Real Madrid Foden uchun 180-200 million yevrolik taklif tayyorlamoqda. Bu summa Neymarning 222 millionlik rekordiga juda yaqin. Agar bittim amalga oshsa, futbol tarixidagi eng qimmat transferlardan biri bo'ladi. Manchester City Fodenni sotmoqchi emas. Pep Guardiola uni jamoaning yuragi deb biladi. Lekin Real Madrid bosimi juda kuchli. Eng qizig'i, bu transfer faqat Foden haqida emas. Bu transfer Jude Bellinghamning kelajagini ham o'zgartirishi mumkin. So'nggi haftalarda Bellingham bilan bog'liq signallar bezovta. Maydondagi notinchlik, xulq-odat muammolari va Xabi Alonso ketganidan keyin asosiy tarkibdagi keskinliklar. Manbalarga ko'ra, agar Foden kelsa, Real Madrid yarim himoyani qayta formatlaydi va bu Bellinghamning rolini kamaytirishi mumkin. Eng paradoksal jihati shundaki, aynan Bellingham o'zi Foden transferida norasmiy elchi sifatida tilga olinmoqda. Ular terma jamoada juda yaqin, lekin futbol bu do'stlik emas, raqobat. PSG ham poygada. Ular har qanday moliyaviy paketga moslashishga tayyor. Ammo Real Madridning ustun tomoni bor: loyiha, tarix va ingliz futbolchilari uchun ideal platforma. Shunday qilib, biz juda xavfli nuqtaga kelyapmiz. Agar Phil Foden Madridga o'tsa, bu Real tarixidagi eng katta burilishlardan biri bo'lishi mumkin. Lekin bu burilish Jude Bellingham uchun chiqish eshigi ochilishiga ham olib kelishi ehtimol. Xulosa qilaylik. Real Madrid rekord transferga tayyor. Phil Foden asosiy nishon va bu qaror bitta yulduzni olib kelib, boshqasini qurbon qilishi mumkin. Savol esa bitta. Agar tanlash kerak bo'lsa, siz Real Madridda kimni qoldirgan bo'lardingiz? Phil Fodenmi yoki Jude Bellinghammi? Fikringizni kommentariyada yozing.